Hammaga salom, sizlar bilan Simon Crafter kanali. Bugün biz sostavimni kuchaytiramiz. Faqat sizlar like yig'ib, bu videoga like yig'ib aniqlaysizlar qaysi futbolchini qo'yishni. Birinchisi shu Varatarni qilamiz. Bu bitta like. Videomiz nechta like yig'sa, qaysi futbolchiga to'g'ri kelib qolishini aniqlayman va ana shu futbolchini qo'yaman. Va sizlarga keyin poli har bitta bu jamoada 11 ta futbolchi bo'ladigan bo'lsa, sanab chiqinglar, ishonmasangizlar 11 ta futbolchi bor. 11 ta video qo'yiladi shunda do'stlar. Birinchi Boucher, bir like. Endi Alex Dominguez. Bu ham bir like. PSG'de oynar mı ekan bu? Yok, PSG emas ekan bu. Endi Van Ovelin. Bu ham bir like. Chunki bu da Lampru. Bu ham bir like. Endi Centurion 2 like. Loris 3 like. Neuer 4 like. Chevalier 10 like. Loris esa 15 like. O'zingiz xohlagan like bosing, men shu aytib chiqdim hozir. Qaysi futbolchiga to'g'ri keladigan bo'lsa like'lar, shu futbolchini sostavimga qo'yaman. Hammaga xayr, bugungi videomiz tugadi.